Shoshmay videoni o'tkazib yuborishga aslo shoshilmay turing. Chunki ajoyib retsept asosida mazali bo'lgan salat tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni birinchi bo'lib barcha mahsulotlarni kubikcha qilib to'g'rashdan boshlaymiz. Avvalo kartoshka, so'ng sabzi, lavlagi hamda selyotkani, ya'ni stilet balig'ini kubik shaklda to'g'rab olamiz. Barcha mahsulotlarimiz ustidan chesnokni qirg'ichdan o'tkazib sug'oramiz. Tabga ko'ra tuz, ziravorlar hamda soya solamiz. Barcha mahsulotlarimiz ustidan qovurilgan piyozni solamiz. Piyozni juda ham ko'p qovurishingiz shart emas. Videoda ko'rsatilgandek bo'lsa yetarli. Barchasini yaxshilab aralashtiramiz. Mazali bo'lgan salatimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman va fikringizni kommentariyada yozib keting. Retsept yoqqan bo'lsa like hamda kommentariya kutaman. Bu biz uchun juda ham muhim.